Assalomu alaykum. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ikkinchi restoran vatandoshlarimiz ochgan bo'lishlari kerak. Hozir ko'rasizlar, O'zbekiston deyiladi. Qidirib topdim uni ham. Nimasi qiziq? İnternetda misol uchun bu joylarimiz haqida misol uchun mana ikkinchi restoran-ku bu. Nimagadir aytdim-ku bo'lganda o'zbek tilida yo'q material. Misol juda qiziq misol uchun vatandoshlarimiz nafaqat misol uchun Amerikada va boshqa joylarda nima o'z faoliyatini olib borishyapti. Balki mana Fransiyada, Parij shahrida misol uchun restoranlar ochib, misol uchun shu yerda ham tadbirkorlikni amalga yo'l qo'yishgan. Endi hozir kirib ko'raman. Bu yerda misol uchun haydab yuborishmasa kerak. Bizani O'zbekiston deb nomlanadi. O'zbekiston mana yozuvni ko'ringlar. O'zbekiston. Bu fransuz tilida, inglizda emas. O'zbekiston deb nomlanadi. Okay, videolarni bor-ku, men qisqa qilaman, lekin qisma qilib, chunki YouTube'ga joylashtirish vaqt ketadi o'shanga. Hayron bo'lmanglar. Mana bu yerda ham hozir menyularni ko'ramiz bo'ladi. Demak, o'zimizning misol uchun mana ko'ryapsizlar menyulari, o'zbek taomlari. Fransuz tilida yozilgan albatta? Yo'q, tushunsa bo'ladi. O'zbekcha taomlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'quvchilarimga va'da berganman, sen kelib, misol uchun nimasi qiziq? Misol uchun mana o'sha ikkinchi restoranni ko'ryapman-da. YouTube'da faqat fransuz tilida bor-da material. Misol uchun bizning vatandoshlar haqida o'zbek tilida hech narsa yo'q-da. O'sha maqsad qilib qani kelganimda Fransiyaga, обязательно syom qilib ko'rsataman.